ehtiyot oyijonlar. Nima deyman, ehtiyot bo'linglar. Mana bugun 4-patsientim shunaqa holat bilan shamollash o'tkazganlar. Chunki o'sha sovuq tushganda organizm immunitet pasayadi. Sovqatib qolmanglar, kechasi sovqatib qolmanglar, ayniqsa cho'milib chiqqaninglardan keyin sovqatib qolmanglar. Virusli infeksiyalar aktivlashib ketadi. Hozir bizda ham oyijonisi umuman suv topolmadim. Suv qolmagan. 2 kilo yashab ketadi bemalol. Xavotir olmang. Umuman topolmadim. Mana isbotiga hozir istoriyaga qo'yaman buni ham. Kimdir suv bor, u bu desa bolangizni riskka qo'ymang. Уже aytaylik taxminan 2-3 kundan keyin bo'g'ilib qoladi.